Hammaga salom azizlar, mana bugun yangi Winner Pass keldi. PUBG Mobile Lite'ga. Cobra Kai jamoasi уже yashiklarni ochib bo'ldi. Nimalar oldi? Bitta o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana Winner Pass'da bir chekidan nimalar kelganligini ko'rib chiqamiz. Birinchi Free Pass'dan boshlaymiz. Ikkinchi o'rin Elite Cerebro. Optda ushlab turadigan va ko'taradigan 2 barobar karta. Quloqcha. Bu quloqcha 5-o'rinda, 7-o'rinda pulla ko'taradigan 2 barobar. 9-o'rinda 65 ta Cerebro. 10-o'rinda FP, ya'ni missiya bajarayotganingizda FP kerak bo'ladi agar sizda missiyani bajara olmasangiz. Keyin 12-o'rinda 65 ta Cerebro. 14-o'rinda karta optda 2 barobar ko'tarib beradi. Boya aytganimdek va 15-o'rinda parashut. Chiroyli. Endi Elite Pass, ya'ni Winner Pass'lar nima oladi? Birinchi o'rinda kiyim. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, zo'r maktab qizi. Emotsiya kiyimga. Keyin tekin Winner Pass bu qanaqa joyda foyda beradi? Mana inventarga kirib, mana pastda kiyimlarni garderob almashtiradigan joy bor. Mana bu narsa oxirgi 4-sini beradi sizlarga. Keyin 35 ta BC. 4-o'rinda karta opta. 5-o'rinda Scarlet'ga skin. 6-o'rinda FP, bu missiyaga yordam beradigani, mana bu missiya bajarishga. Keyin Minta BP 45 ta BC, yana 2 ta karta opta, ya'ni bitta 2 karra. Popkaga skin menga yoqdi, chiroyli. Keyin bitta premium yashik kuponi. Keyin karta BP, maska, yo'lbars, quyom, nima bu yo'lbars bo'lsa kerak, yo'lbarscha. Keyin Elite BC, Battle Coins. Keyin yana karta missiyaga. Mana sizlarga shlemga menga yoqdi, chiroyli ekan bu ham. Mushicha. Sezon pol mushilarniki bo'pti. Hamma joy mushi bo'lib yotibdi. Keyin 100 ta BC, ya'ni 50 ta 100 ta Cerebro, 50 ta BC. Popkaga yana bitta skin. Keyin bitta yana yashikka nima beradi? FP yashigi. Ichidan nimalar chiqishi mumkin? Quloq chiqishi mumkin, mana bunaqa kiyim chiqishi mumkin. Bu ham chiroyli ekan. Yana Scarlet'ga skin. Yana Elite BC, keyin mana bunaqa forma. Mana shu formasi menga ko'proq yoqdi. Chiroyli ekan ancha. Yana Elite BC va oxirisi 30-chi FP bo'lgandan keyin kemaga skin, mushicha, hammasi pushtirang. Missiyalarda nimalar? Birinchi hafta hali bular endi ochiladi, chunki bugun endi kirib keldi bu. Top 3 ga kirish, klassik rejim, o'rtoqlar bilan o'ynab 2 marta. UMP'da 20 ta odam o'ldirish. 3 marta o'rtoq qo'shish. Keyin 20.000 BP ni ishlatish, ya'ni eng arzoni. Tor pritseli 3 ta o'yinda, klassik 3 ta o'yinda olish va 200 jonni to'ldirish. Xo'p, Winner Pass'larniki. Winner Pass'larda juda ham oson. Bitta 45 FP dan bersa, bitta 70 dan beradi. Ya'ni bu degani, agar siz FP oladigan bo'lsangiz, sezonni boshidan siz ham o'riningizni tez ko'tarasiz, 30 ga chiqishingiz oson bo'ladi. Juda ham oson bo'ladi. FP bitta 250 ga sotiladi. 250 BC ga.
har bitta FP'da mana bu yerda mana 50 ko'ryapsiz, hammasi mana 50 qo'yilyapti. Shu hammasi yana keyingi sezonga ham yig'ib beradi. Agar siz umuman BC ishlatmasdan qilsangiz, keyingi sezonga ham o'sha winner pass sotganingiz uchun yana pulingizni qaytarib beradi. Faqat naqd pulingizni qaytarib beradiganda o'yinda. Missiyalar ko'p. Mana birinchi haftanikini ko'rib chiqdik, o'zingizlar ham ko'rdinglar. Bu yerda 70 dan 3 ishlayapmiz. Endi kim olmoqchi bo'lsa bu SKSda 3 marta odam o'ldirish, 400 minut bu hafta o'ynash va 5 ta odam AKMda o'ldirish. Keyingilari ham sekin-sekin har haftada ochiladi. Ya'ni bu har bir oyda o'zgaradigan narsa. Bir oyda yig'a olsangiz, bir oyda yig'ish lekin qiyin emas. Men o'zim winner passsiz bu 70 lardan tashqari o'tgan sezon 18 urib qo'ydim. Bu hali ham aktiv o'ynamaganimda. Aktiv o'ynasam 20-25 bo'lgan bo'lardim. Boyagi 70 lar bilan bu FP bittada to'ladi va 30 ga chiqish, 30 ga bilmadim, uzog'i bilan 2 haftada chiqsa ham bo'ladi. Juda ham oson. Bizga yangi narsalar kelgan, ya'ni bu yerda o'sha yashiklar. Yashikdan premium yashik ochdim, mana 40% to'ldi. 8 ta kesim ishlatdim. Nimalar bor deb yerda? Shlyam, kiyim, ustimdagi popka, Berilga skin. Menga Berilga skini yoqdi. Keyin tulkini basharasi. Bu yerda yana bitta forma, Mr. Liz. Bu Mili nima shinochik. Yoqimtoy kuchicha, bu Mr. Tulki. Nomlari zo'r. Agar men shuni 100% qilganimda, ya'ni menda 20 tacha kesim bo'lganda, men buni olardim va bu yerda vaqtsiz narsalar menga tushgan bo'lar edi. Shunaqa. Metlarda hali yangiliklar yo'q, mana bu skin menda bor edi, lekin bu ham vaqtli menda. O'tgan videolarimizni ko'rsanglar, hammasi to'liq yaxshi gapirilgan. Mana bu yerda materiallar bor, kuchaytirishga koryak. Koryak ham juda ham nima kuchli, chiroyli, kuchli deyman, maksimalniy uровень. Yaltirashni qaranglar. O'zini ko'raylik. Maksimalniysi. Mana bu ham xuddi drakon purkayotganga o'xshaydi, olovi uchidan. Orqasi ham zo'r. Bu yerda Beril. Menga juda ham yoqadi Beril. O'yin paytida mana bu yerda hali minikam bor ekan. Mini 14. Bizning skinlarimiz. Mana hammaga rahmat ko'rganlari uchun. Mana Lucky Draw'da ham zo'r skinlar kelgan. Endi bu sezon emas. Qanaqa kiyimlar bor? Mototsiklga, menga mototsikl ko'proq yoqdi. Va men bu qizniki. Xuddi faraonning nimasiga o'xshaydi, to'g'rimi? Keyin maska bitta, skоворodkaga skin. Hammasi yaxshi. Nimalar qoldi? Hech nima yo'q. Hammaga rahmat ko'rganingiz uchun. Yoqqan bo'lsa like, podpiska. O'zingizlarning kommentlarni, izohinglarni yozib qoldiringlar. Men albatta o'qib chiqaman hammasini. Aktiv bo'lib qatnashinglar. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, keyingi chiqayotgan videolarimizni ham ko'rasizlar va hammaga xayr.